Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Bugünkü islaha 2021 yıl 5. ayının 2. günü. Vaziyetin esa hürmetli vatandaşlar hazır tünügüllerden Amerika Qo'shma Shtatları ve NATO Afganistan'dan asker çekindirishga başladı. O'xshashli bir vaqtda xuddi Amerika amaldorlari ve siyasi yo'lları ko'rsatgandek Afg'onistonda yangi bir voqea, ya'ni hukumatning harbiy bazasini qurolli hujum bilan egallash, qo'lga keltirish voqeasi, ya'ni Talibanlar qo'zg'agan voqea yuz berdi. Bugun biz sizlarga shularni davr qilgan holda, shundan keyin Amerika Yaponiya munosabati, Yaponiya Jungo munosabati degandek yangi bir tema ustida sizlarga leksiya so'zlaymiz vatandoshlar. Mavzu mundaq. Taliban Afg'onistonda harbiy bazani qo'lga tushirdi. Mavzuli xabar 5. ayning 2. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika NATO Afg'onistondan askar chekintirishni boshlaganda Taliban Afg'onistonda hujum qilib bir harbiy bazani qo'lga tushirdi. Taliban hukumatga qarshi qurolli qismlar haftaning 6. kuni, ya'ni 5. ayning 1. kuni Afg'onistonning sharqi janubidagi G'azni o'lkasida hukumat harbiy bazasi hujum qilib qo'lga tushirdi. Bir necha nafar hukumat harbiylarini qo'lga oldi. Uningdan boshqa bir necha askariy odamlar etib o'ldirdi. Amerika armiyasi ve NATO armiyasi o'xshash bir kunda Afg'onistondan chekinishga boshladi. 2 nafar o'lka darajalik parlament a'zosi Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Hujum boshlanishdan burun Afg'oniston hukumat armiyasi bu yerda bir necha kishilik harbiy qo'shin turg'izgan edi. Shu yerning xabariga asoslanganda urush bir necha soat davomlashdi. 17 nafar harbiy odam qazo qildi. Davlat mudofaa ministrligining muavin ministri Davlat mudofaa ministrligining vaqtliq ministri Yasin Ziya Kabulda muxbirlarga dalillab bunday ko'rsatdi. Bexatarlik asalari hukumatga qarshi qurolliqlarning qo'liga tushib ketdi. Talibanning bayonotchisi Zabihulloh Mujohid mundaq ko'rsatdi. Taliban askarlari 25 nafar hukumat armiyasi kishilarini qo'lga oldi. Eğer yine qurol yaroqlarni qo'lga tushirdi. Bazılarını etib o'ldirdi. Yani bir tarafdan Afg'oniston hukumat amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Afg'onistonning sharqidagi Logar o'lkasida hukumat binosi oldida kechida mashinada bomba portlash voqeasi yuz berdi. 30 nafar odam vafot bo'ldi. 100 nafardan ortiq odam yaralandi. Bularning ko'pchiligi odatdagi fuqarolar edi. Taliban bu ish to'g'risida obzor e'lon qilmadi, balki Afg'oniston hukumati mundaq ko'rsatdi. Bu hujumni Taliban planladi. Amerika NATO Afg'onistonda chekinishga boshladi. Mavzuli xabar 5. ayning 2. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabarda mundaq boshlandi. Amerika NATO Afg'onistondan askar chekintirishga boshladi. Uzun so'zilgan Afg'oniston urushi shuning bilan oxirlashdi. Oqsaroy va harbiy amaldorlar mundaq dedi. Amerika ve NATO shanba kuni 5. ayning 1. kuni Afg'onistondan rasmiy askar chekintirib, uzun zaman davomlashgan urushni oyoqlashtirdi. O'xshashli bir vaqtda Afg'oniston bexatarlik qismlari yuqori darajada harbiy holatga o'tdi, jiddiy holatga o'tdi. Talibanning hujum qilishidan hazar aylamoqchi bo'ldi.